Zakatni avatish chiqimi zakatdan tutib qaylanamdi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Sizdan so'raydigan muhim bir masala chiqib qoldi. Alloh ilmlarini ziyoda qilsin. Agar biz boshqa bir davlatda turayotgan birisiga zakat yoki boshqa iqtisodiy majburiyat hisobida pul avatgan bo'lsak, avatish uchun ketgan chiqimlar zakat ichida bo'lamdi yoki sirtidami? Agar zakat sirtida deyilgan taqdirda bu chiqimlardan savob umid qilinamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Hanafiy mazhab va bir qism muhaqqiq olimlarning tanlagan qarashi bo'yicha zakatni muhtoj urug' tuqqan yoki qattiq qiyin ahvolda qolgan musulmonlarga yetkazish uchun boshqa yurtlarga yo'tkashga bo'ladi. Urug' tuqqanlarga avatishning ajri sil rahim jihatdan ko'p bo'ladi. Zakatni avatish chiqimiga kelsak, agar zakat berguchi o'zi avatadigan bo'lsa, joyiga saq topshirishi uchun chiqimini o'z yenidan chiqaradi va bu chiqimni zakatdan tutib qolsa bo'lmaydi. Chunki bu ahvolda zakat pul egalariga kam tegadi. Olimlar zakatni yo'tkash chiqimini zakat berguchi ko'taradi deb muayyanlashtirgan. Imom Navaviy zakatni yo'tkashning chiqimini zakat berguchi ko'taradi degan. Zakat berguchi avatkinida zakat avatish chiqimini sadiqa niyatida chiqarsa, albatta uning ajri bo'ladi. Chunki amallar niyatga bog'liq. Agar zakatni o'zi avatmay zakat yig'ib joyiga yetkazadigan bir kishiga yoki o'rniga bersa, bu ahvolda uni yo'tkash chiqimi zakatning o'zidan chiqariladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.